Hurmatli obunachilar, sizlarga zo'r joy ko'rsatyapmiz. 12 sotiq, ikkita kottej tushgan, shunaqa chiroyli, narxini ham rosa chiroyli qilib qo'yishgan. Svet suvidan muammosi yo'q. Hozir sizlarga tanishtiraman. Rosa ham fayzi, inshaalloh bizga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Hozir sizlarga obzorini qilib chiqaman. 2 etajdan iborat. Mana bu yerda zelyoniy zonasi bor ekan, chiroyli qilib qo'yishibdi. Vrutchatkalarda urib, burjasasi bor ekan. Mebellarini ham qaranglar, rosa chiroyli qilib did bilan qimmatdan qo'ygan. Daji hamma uyga kirsangiz, uylarda konditsioneri bor. Televizorni qaranglar. Mana bu joyda kuxnyasi bor. Kuxnyasi bor, xolodilnikni qaranglar. Kuxnya bitta ko'rsatyapti operator. Bu tomonda esa mana bu tomonda o'sha darvozaxonaga chiqasiz. Xullas bir joydan kirib, ikkita uchta joydan chiqib keta olasiz. Garderoblarni qo'yishgan. O'zingizlar qaranglar, bir bu materiallar, bu jihozlar hammasi manaman deb turibdi-yu. Bu tomonda umumiy sanuzeli, birinchisi, bitta rosa sanuzellar ko'p ekan. Qimmatbaho jihozlar bilan dushovoy kabinalar bir qaranglar. Ikkinchi etajga chiqyapmiz. Mazza, realni bor-ku, hammamizga nasib qilsin. Bu videoni shunday o'sha uy qidirib yurganlarga tashab qo'yasizlar. Sirazi aytay, barter variant barterga yo'q, faqat narxga deyishyapti. Uni qaranglar, lyustralarni zo'rini qilib qo'yib. Bu yerda mana stoshga ham garderobni qarang, chiroyli qilib qo'yishgan. Spalnisi, bu tomonda yana o'sha detskiga. Bu hali kottejimizni ishoninglar, yarimidan yarimi desak ham bo'ladi. Hali nariyoqda ancha joyi bor. Yaxshilab qaranglar, ko'ringlar. Hozir nariyoqda mehmonxona bor. Lekin qarang, hali mramralarni ham chotga urishib, burchatkalarni ham zo'rini qilishgan. Uyga prosta gap yo'q. Nariyoqda qarang, kechasi chiqib olib turib, bemalol o'tirib zalda qaranglar, bu to'yxonami? Qaranglar, zalda qanaqa chiroyli, lekin boru realni normalniy summa ketgan, sotilishi summasini eshitsangiz shokka tushasiz. Atak tiqqan puli unga 2 barobar ko'proq arzonga beraman deyapti. Yaxshilab qaranglar obunachilar, obuna bo'lib qolinglar kanalimizga. Shunaqa uylarni qo'ldan boy bermaslikka. Rosa ham zo'r tomarqalar ko'rayotgan bo'lsangiz, uylar, kvartiralarda eng arzon, eng fullari desa ham bo'ladi. Meni kanalimda o'sha 24 soat reklamaga obuna bo'lib qolinglar, esingizdan chiqmasin. Idishlarni qarang. Mashalloh, mana qarang. Hammamizga kamida shunaqa uylar nasib qilsin, ota-onamiz bilan birga bag'rida yashab mazza qilaylik. Lekin stoyat, buni qarang. Qandil. Shu ko'rsatgan uyimni yarimi, faraz qiling, 12 sotiqni yarimi. Endi nariyoqqa yarimiga ketyapmiz. Ishoninglar, bu katta shuncha jihoz, qimmatbaho mebellari bilan puliga lekin stoy daja arzon. Buni qarang, zelyoniy zonani mazza-yu, tag'o. Oppa. Hurmatli obunachilar, borini gapirish kerak. Mana shu daraxtlarni kerak bo'lsa bir donasi $10,000 bor ekan. Qaranglar. Uyni ichidan tashqari bu hovlida turetskiy sauna ham bor ekan. Sanuzellarni vobshem zo'r joy ochishga, ko'rsatishga ozgina nimamiz kam, hojati hammasi bor ekan, boru. Maza qildim lekin. Mana bu men sizlarga aytgan yarimini endi ko'rsatyapmiz. Undan tashqari qaranglar. Bu joyga kirganingizda terrasasi unaqa
detsklar qilib chiroyli qo'yishibdi. Lekin har bir mebel jihozlarga ahamiyat beringlar. Mebel jihozlari bilan. Agar siz buni mebelsiz olaman desangiz boru 80 ming, 90 ming plyus ketadi. Lutchi dogovorda bitta olsangiz, o'sha arzon tushadi sizga. Qarang, mehmonxona. Mehmonni ham shunday kiring desangiz, qotib qoladigan darajada qilib qo'yishgan. Mana konditsioner qaranglar, oxirgi rusumda o'sha chiroylilardan sensorlimi, mana lyustralar qaranglar. Idish ham qimmatligi. Mana bu joyda sanuzeli mana отдельный nimasi bor ekan. Hojati отдельный. Eng yaxshi ko'rgan tomonim, har doim aytaman sizlarga. Bu joyimizda odam yashamagan degan bo'ladi-da, qaranglar. Kuxnyasiga hali hech kim tegmagan mana. Ustanovkalari bilan turibdi. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli, вообще mashalloh deyapman har bir gapimga. Bizga ham nasib qilsin. Mana gilamlari ham daja oyog'imni uqalayapti boru. Ikkinchi qavatga chiqyapmiz. Shu uyda olasiz shunday turishiga. Prosta egasi ko'ylaga o'zini nimalarini olib chiqib ketadi xolos. Qolgan hamma yoq qoladi. Siz ahamiyat bering. Shuncha narsalar bilan puliga stoyt, pulini eshitasiz. Qaranglar, qanaqa zo'r. Aboylarni ham o'zi bu uyga arzon aboy ham yarashmaydi-da, qimmat buni qaranglar. Joyida qaranglar. Bu yerda o'sha hamma garderob o'zi didiga moslab bu yerda detskiy qilishibdi. Bu tomonda mana spalniy gap yo'q lekin. Nalayjini olsangiz. Mana qaranglar, patologini ham chiroyli qo'yishgan. Kirish odamni o'ziga jalb qiladi-yu. Mana qarang. Bu uyda chet eldan hech qanaqa kami yo'q boru. O'tiradigan nimasi, qovuni nima deydi, ko'pchilik reklama qiladi. Bu tomoni ham qarang, bu tomoni ham dahshat qo'yishgan. Muhimini sizlarga ko'rsataman. Ovozdan bilgandirsizlar, yo'lda bo'yda bunaqa lokatsiya qiyin topish. Bu uyda suv svetdan muammosi yo'q, kanalizatsiya hamma sharoitini uyda egasi o'zlari qilib qo'yishgan ekan. Muammo yo'q undan. Lokatsiyani qaranglar. Rishtonni kalsosidan Farg'ona ketish yo'lida kalsodan hech qancha yurmasdan o'ng qo'limizda mana o'zlaring qaranglar uyni. Mana men deyapti-yu bu uy. Ulgurib qolinglar, rosa zo'r lokatsiyasi, joyini qaranglar. Ikkita kotej, aka-ukalar, ikkita qalin o'rtoqlarga ham tushaveradi bu joy. Yo'lda bo'yida. Yaxshilab ahamiyat beringlar, ikkita darvozasi bor. Nari yoqda ham bor, bu tomonimizda ham darvozasi отдельный. Kotej ham xuddi shunaqa отдельный. Eshiklari отдельный bo'lgan. Xullas, uyda egalari bu uyni narxini 200 ming qo'yaylik degan joyidan biz pastga tushirib, 189.900 dollarga ko'ndirib qo'ydik. Puliga stoyat, ulgurib qolinglar. Bunaqa joylar o'zingiz bilasizlar, defitsit kam chiqadi. Hali aytganimdek, hamma yoq qoladi. Mebel jihozlari, qimmatbaho lyustra hammasi bilan o'sha narxga berilyapti. Agar bu xonadonni to'ldiraman desangiz, mebelini o'ziga ham jihozlari bilan 80 ming, 90 ming plyus ketadi. Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Lekin to'g'risini aytaman, undaqa barter, variant deganlarga emas bu. Narxga sotiladi. Aloqa qilinglar, pastda raqamlar qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin 24 soat reklama kanaliga. Azizbek